Challenge'imizning birinchi qismi to'g'ri cho'qda nimalar tikish mumkin. Dumbayni shu holatdan shu holatga keltirish uchun mana shunaqa organayzerlar tikib ko'ringlar. Bizga kerak bo'ladi metraj sitifon va ikki xil mato usti va astarlik qismiga kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib dumaloq qilib kesib olamiz. Har bitta detaldan 3 tadan bo'ladi. Astarlik, ustma, sitifon qismi joylashgan bo'ladi. Dumalog'imiz qancha bo'lsa, bokovoy qismi ham xuddi shu razmerda bo'ladi. Xohlasanglar shunaqa poloska beringlar, xohlasanglar romik, xohlasanglar bermasanglar ham bo'ladi. Va xuddi mana shunaqa o'lchab olib, keyin buni bokovoy qismiga to'g'ri qilib o'lchab olamiz. Albatta videoda ko'rilgandek xuddi shunaqa tiksanglar sizlarga ham o'xshab chiqadi. Yonlarini tikib olamiz. Tikib olganimizdan keyin dumalog'ini bulavkalab birma-bir sekin tikib chiqamiz. Tikayotganda ehtiyot bo'lib tikinglar. Bulavkalar tekis chiqadi va xuddi shunaqa tikkandek astar qismini ham tikib olamiz. Astarini teskari, ust qismini shundayligicha qopga tushirib tikib olamiz va ozgina joyini qoldiramiz. Shu ozgina joydan o'ngisiga o'pirib olsanglar, shunaqa chiroyli organayzerlar tayyor bo'ladi. Pampers organayzerini tikish uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi qismi chiqadi.